6tasi poylab turdi. Karvon kelayotganligini ko'rib pistirma bilan turishganida bu karvonga hujum qiladigan kuni Rajab oyining oxirgi kunidir. Rajab oyi urush qilish mumkin bo'lmagan oy. Rajab oyining oxirgi kunida turib, bu sahobalar Rajab oyi chiqib ketdi. Endi urushsak bo'laradi degan kayfiyatda turishdi, lekin Rajab oyi chiqmagan edi. Bu 6 ta sahoba karvonga hujum qilishdi. Karvondagi odamlar qochib ketdi. Karvonning boshlig'i Amr al-Hadramiyni o'ldirishdi. Hakam ibn Haysan va Usmon ibn Abdullohni asir olishdi. Qarang, 20 ta, 30 ta, 60 ta, 200 ta odam hech narsa qila olmadi bundan burungi karvonlarda. Lekin Allohning taqdiri 6 ta odam butun bir karvonni asir qilib qo'yishdi. Lekin mushkula nimada? Rajab oyida bo'ldi. Bu narsadan xabari yo'q. Islomda birinchi maqtul, birinchi asir, birinchi g'animalar keldi. Lekin mushkula Rajab oyida bo'ldi. Payg'ambarimiz oldiga kelishib, g'animalarni berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olmadi. Qanday qilib Rajab oyida, harom oyida jang qilasizlar? Bu 4 oyda jang qilishlik hatto mushrik arablar uchun ham harom narsa edi. Juda katta narsa hisoblanadi, ayib hisoblanadi.